Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Moskvaga dronlar hujum qildi. Domodedovo, Zhukovskiy, Sheremetyevo aeroportlari yopildi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. 15 dekabr kuni Rossiya 130 ta Ukraina dronini yo'q qilganini ma'lum qildi. Dronlar hujumi oqibatida Moskvadagi ayrim aeroportlar faoliyati vaqtincha to'xtatildi. Bu haqda Rengum.ru xabar berdi. Qayd etilishicha, Rossiya mudofaa vazirligi havo mudofaasi bo'linmalari bir kecha davomida 130 ta Ukraina dronini urib tushirilganligini ma'lum qildi. Ulardan 15 tasi Moskva tomon yo'nalgan edi. Moskva meri Sergey Sobyanin esa 15 dekabr tongida poytaxtga yo'naltirilgan yana 4 ta dron yo'q qilinganini, hozirda favqulodda xizmatlar hodisa joyida ish olib borayotganini bildirdi. Ukraina tomonidan Moskvaga dronlar yuborilishi tez-tez kuzatilib, bu holatlar Rossiya poytaxti aeroportlari ish faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatib kelmoqda. Rossiya Rosaviatsiya nazorat organi Rosaviatsiya Moskvadagi Domodedovo va Zhukovskiy aeroportlari, shuningdek Sheremetyevo aeroporti hamda mamlakat janubidagi bir qator aeroportlar faoliyati vaqtincha to'xtatilganligini ma'lum qildi. Shu bilan birga Rostov viloyati gubernatorining aytishicha, tunda sodir bo'lgan dron hujumi oqibatida elektr uzilish liniyasiga zarar yetgan. Chet elliklarning Rossiyada vizasiz vaqtincha qolish muddatini 90 kundan 30 kungacha qisqartirish taklif qilindi. Bunday qonun loyihasi Davlat dumasiga Davlat dumasining Sog'liqni saqlash qo'mitasi raisi birinchi o'rinbosari Fedot Tumosov tomonidan taklif etilgan. Ma'lumot uchun, hozirgi kunda Rossiyada asossiz 1 yil ichida 90 kundan ortiq qolish mumkin emas. Agar siz ushbu vaqt davomida patent RVP rasmiylashtirsangiz yoki o'qishga kirgan bo'lsangiz, bu sizga ko'proq muddatga qolishga imkon beradi. Rossiya Federatsiyasida ishlash davrida murakkab moliyaviy ahvolda turar joysiz qolgan, tazyiqqa uchragan, majburiy mehnat yoki zo'ravonlik qurboni bo'lgan o'zbekistonliklarga moddiy va ijtimoiy yordam ko'rsatiladi. Migratsiya agentligi Moskva va Moskva viloyatidagi 15 taga yaqin hostel va sutkalik mehmonxonalar bilan shartnoma imzolagan. Agar fuqaro murakkab moliyaviy ahvolda turar joysiz qoladigan taqdirda agentlikning Moskvadagi vakolatxonasiga murojaat qilishi mumkin. Vaziyatni o'rgangan holda fuqarolarga 30 kungacha bepul yotoq joyda yashash imkoniyati beriladi. Rossiyada ishlab yurgan musofirlar, agar hujjatlaring bo'lmasa, sizlarga yangi yilgacha O'zbekistonga chiqib ketishni maslahat beraman. Chunki Kun.uz rasmiy kanalida ham chiqdi. Agar siz hujjatingiz bo'lmasa, 1-yanvardan boshlab qattiq reydlar ketadi. Bular hozir nima bilan ugrajat qilyapti? 3 yillik qamoq bilan. Agar hujjatingiz bo'lmasa, 3 yilgacha qamalib ketishingiz mumkin. Mana shu Kun.uz rasmiy kanaliga kirib o'sha ma'lumotni olishinglar mumkin. Bu videoni nimaga chiqaryapman? Bu hazil narsa emas. Mana shu Hindistondan ishchi kuchi ham olib kelyapti. Bu hammasi bekorga emas, ehtiyot bo'lasizlar. Bular pramoydan pramoy shunchaki ayta olmayapti-da. Davay bo'ldi, davay yig'ishtir chamadonlaringni uyga hammang deya olmayapti. O'shaning uchun hujjati yo'qlarga yangi yilgacha chiqib ketishni maslahat beraman. Ehtiyot bo'lasizlar. Tezkor xabar. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin hamda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 12 dekabr kuni suhbatlashdi. 12 dekabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkmanistonning Ashxobod shahrida betaraflikning 30 yilligi forumi boshlanishidan avval oyoqda tik turib suhbatlashdi. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. Liderlar suhbatni forum delegatsiyalari rahbarlari ishtirokidagi birgalikdagi suratga tushish marosimidan keyin boshlangan. Rossiya va O'zbekiston prezidentlari majlislar zali tomon yo'l olar ekan, qisqa suhbatlashib, bir-birlarini quchoqlashib qo'ygan.